Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qizlar. Mana biz ofisdamiz. Bugun darsdan chiqdik. Darsdan chiqishimizga qaramasdan mana hozir master klass qilyapmiz. Qaranglar. Makiyajlar bilan qilyapmiz. Mana shu ofislarga kelsanglar, shunaqa master klasslarda ishtirok etasizlar. Darslarda, tekin darslarda ishtirok etasizlar. Mahsulotlarimizni hammasini ko'rasizlar, o'zingizda ishlatasizlar. Bugun bizda mehmon Qashqadaryodan kelgan. Bizning brilliantli direktorimiz Feruzaxonning komandalaridan Dildora Bekmatova direktorlari ekan. Biz bular bilan tanishib qoldik. Biz hayratdamiz. Direktorliklar hozir bilib qoldik-da. Prosta ofisga kelgan ekanlar, o'qishlari shu yerda ekan. Endi o'zlariga so'z. Biz havasdamiz. Avvalambor assalomu alaykum. 1994-yilman. Tatuda hozir kompyuter injeneringi bo'yicha o'qib kelmoqdaman. Nechinchi kursligingiz edi? Farzandim bor, 2-kursman. Hop. Kichkintoylarim egizak. Shularga qaramasdan harflar mana shunaqa mahsulotlarni yaxshi ko'rganim uchun, keyin bu yerdagi jamoaning nima deydi, motivatsiyasi odamga qanaqadir kuch beradi. Uyda o'tirgan holatda biz Qashqadaryoning Qamashi degan tumanidamiz. O'shanga qaramasdan, chekka joy ham demasdan harakat qilib, komanda qilib, qizlarimiz bilan yaxshi ishlab, Xudoga shukr, hozir 23% starshi menejer, ya'ni katta menejerman. Bundan juda ham xursandman. Albatta ustozlarimiz berayotgan tajribalari, bilimlari bilan shu darajaga erishib keldik. Institutda o'qib turib 5 nafar farzandlari bor. Yana o'sha direktorlar ariflarida oyliklaringiz qancha? Har 21 kunda, Har 21 kunda eng kam tushgan oyligimiz 3,5 million. Undan 6-7 milliongacha bemalol olsa bo'ladi. Sababi o'sha ishlash strukturasini ustozlarimiz chiroyli qilib tushuntirib beradi. O'sha yerdan bemalol oyliklarni ko'p olish, komanda rivojlantirish strukturasi haqida zo'r ma'lumotlar berib boriladi. O'shalarni albatta nima deydi, eshitish kerak, o'rganish kerak. Biror narsani bizning ustozlarimiz shunaqa o'rgatganki, bilaman dema hech qachon, bilmayman dedi, so'rab hammadan bitta bo'lsa ham tajriba olishga harakat qil deyishdi. Shularni eshitib, Xudoga shukr, hozir shu kungacha erishib keldik. lekin mana shu hozir kuzatdik, biza keldilar bizning komandaga. Men ko'rsam maylimi deyaptilar. Men direktorman. Men bilaman demasdan, men ko'rsam maylim. Ha, mayli, konsultantdir, maslahatchidir deb, ha keling qo'shiling davramizga deb biz taklif qildik. Qarasak bular direktorlar. Qaranglar qanaqa kamtar, qanaqa bir odobda, bir anaqada ishlashyapti. Men juda ham xursandman siz bilan tanishganimdan beri. O'zim ham